Yaşlanmakta. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Salomat yaxshi turdinglarmi? Yaqindan buyon shu hammamizning beshini bakroq og'ritayotgani ham bizni qattiq andishaga solayotgani shu Xitoyning virusi bo'lyotdi. Bir mezgil lagerlardagi qarindoshlarimizning g'amini yeb kecha kunduz uyqusiz qolgan edik. Bunga mana hozir Xitoyniki ajallik virus qo'shildi. Bu vaqtda butun dunyo miqyosida bir xil vahima borliqqa keldi. Ya'ni tarixdan buyon esimni bilsam, shu insonlarga cho'ng baloyi ofatlarni olib kelgan cho'ng shu virus xarakterlik baloyi ofatlar asosan Xitoydan tarqalib kelganki, bu qatimmi yanala Xitoydan tarqaldi. Endi bu vaqtda o'g'il nihoyat ko'p. Ba'zilar Xitoyda shaparing egashga bu virus tarqalgan desa, yana ba'zilar undoq emas. Endi bu virusga bo'lgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, bu virus hargiz Xitoyningki qandaqdir bir shaparing yegandan tarqalgan emas, balki Xitoy yasab chiqqan bir maqsadlik holda yasab chiqqan bir dahshatli virus ehtiyotsizlikdan ularning tajribaxonasidan tarqab ketib dunyoga ofat bo'lyotdi degan xil ko'z qarash bor. Bu vaqtda bizning odamlar toza ahamiyati yo'q. Dapchamısımı bo'ladigan ba'zi ahvollar bo'lganda hammasi sayrab ketadi, dapchilib. Ammo bu hozir qanday ig'ir vahima millatimizning beshig'i kelayotgan ahvolda qandaqdir bir xil g'ayriy sukut suryotdi oramizda. Jiq odamlar jimib ketdi. Bugun bu virus haqida qisqacha to'xtalamiz. Ham o'zimiz bilgan doirada, egallagan uchurlar doirasida bu virus haqida qisqacha analiz qilib boramiz. Ham bu virusningki xalqimizga elib keladigan, elib kelish ehtimoli bo'lgan baloyi ofatlar to'g'risida qisqacha tahlillab boramiz. Bu vaqtda hamda agar qarindoshlarimiz o'rtoq bir fikrlashma deydiganlar bo'lsa, baranglarda mayli telefon orqali va yoki ekranga xat yozish orqali, inkas yozish orqali o'rtoq fikrlasak bo'ladi. Maqsad hammamiz ko'ngil bo'layotgan, hammamizni uyqusiz qoldirayotgan shu Xitoy virusi qaysi tarafga taraqqiy qiladi, xalqimizga qanday ta'siri bo'ladi bu ishning haqida qisqacha bir analiz qilib berish. Buningda dastlab bu Wuhanda bu virus tarqalib, Wuhan shahrini va Xitoy hukumati qamal qilgandan keyin, ya'ni ya kirish ya chiqish yo'q qilayotgandan keyin derhal kallamga kelgan bir ish, ya'ni bu ishdan keyinlar Xitoyda cho'qim ocharchilik yuz berishi mumkin, ochlik yetishmaslik ahvoli yuz berishi mumkin degan gumonda bo'lgandim. Shunga bir amal qilib vatandagi qarindoshlarimga uchur yetkazgan. Amal va jiqroq ochlik to'playdiganlar uyga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degan bir uchurni yetkazishga tirishgandim. Bu virus masalan birinchi ayning 20lari Xitoy hukumati e'tirof qilib tarqatgan bo'lsa dunyoga virus tarqaldi deb, shu Xitoy hukumati oshkor e'lon qilgandan tortib hozirgacha bir oydan eshibdi. Mana shu bir oy vaqt bo'lmayla ocharchilik yuz berishga boshladi.
Endi hazır Uyg'urlarni lagerlarga qamag'anning ustiga mutlaq ko'p qism Uyg'urni uylarga qamab qo'yotidi. Ya'ni uydan chiqish cheklanyotidi. Ham to'rda az bo'lmagan uchurlar kelyotidi bizga. Sal turib vaqtiki balkim mutlaq ko'p qism qarindoshlar ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. Shundaqda yana qisqa ko'rib o'timiz ba'zi videolarni vatandan kelgan. Bu yerda oldi bilan men yaqinda vatandakilardan bir aloqalash fursati bo'ldi. O'zim bevosita emas, bir tuqqanim, yaqin qarindishim vatandakilar bilan bevosita aloqa qilganda, ular Urumchida yashaydi. Urumchida Sho'chu deb ataydi, Oldiqlar rayoni. Bularning deyishicha bu rayonni bu Xitoylar taqib bilib, bir aileden bir kişini 2 kunda bir qatimdanda aytavur pastga tushib, ya'ni sirtqa bozorda taqilib ketgan o'xshaydi. Pastga tushib, shu azroq bir ko'ktat ekib sotar ekan. Shu ko'ktatlardan setib olishga yo'l qo'ydi ekanmish. Sirtqa chiqa qo'ymaydi ekan. Endi bularningki bergan uchurda qanday bo'ldi deganda shu kunisi odatda aloqa qilib bo'lmaydi-ku. Şu günkü alakada ularning deyishicha 2 kunda pastga yemek setib olganda tushganda ularga 2 soatdan ortiq o'chirib turib tekkini 2 tal barang ekan. Ya'ni az bo'lmagan Uyg'urlar yong'yu deb ko'nib qolgan. 2 tal yong'yu 2 kun ichida ruxsat bilan pastga tushib açlıq setib olish uchun tushganda 2 soatdan ortiq o'chirib turib tekkini 2 tal barang ekan. O'ylab boqinglar qarindoshlar, bu Urumchidagi ahvol. Urumchidagi ahvol deyishimda Urumchi Xitoylashib ketgan shahar hamda Xitoy ko'p sonda. Urumchidagi yerda bu açlıq təminatının hali bu bolsa, Uyg'urlar merkezleşip oturuqlaşqan rayonlarda qandaq bo'lishi mumkin Uyg'urlarning ahvoli? Agar Xitoy Uyg'urlarni so'lib o'ldirga ishlarni pechatlab yutibdi-ku, uni ko'rdik. Chiqqanning hammani tutib apirib so'layotgan holatda nima muhim bo'lib qoldi deganda Xitoyninki insofiy muhim bo'lib qoldi bu yerda. Nima desanglar, Xitoy xohlasa ochliq beradi, xohlamasa ochliqda o'lsa degan gap. Mush kunga qilishimizni tasavvur qilganmisizlar qarindoshlar? Dunyo miqyosida bunday ahvol bo'lib boqmagan. Urush davrlarida bunday ahvollar bo'lib boqmagan. Bizning Uyg'urlarning jini shu qadar qadrsizki hozir bu ularning jini zaman bo'lmoq shu qadar osonki hozir Xitoy nimani xohlasa shuni qilaveradigan holatda. Lagerlarga akib ketganlarning ahvolini huquqatimiz hamda hozir lagerga kirmagan sirtda yashayotgan Uyg'urlarimizning ahvoli bu. Ya'ni ishni yetib bilib, so'lib o'lib sirtdan chiqqanlar tutib apirib solab turadigan holatda agar ochliq bersa bizning qarindoshlarimiz hayot qoladi, ochliq bermasa o'ladi degan gap. Bu yerda endi bu ahvol nihoyat ig'ir bo'lg'achqa vatandagi ba'zi qarindoshlarimiz jinini olqini olib qo'yib turib vatanning sirtiga ba'zi videolik uchurlarni chiqarishga ulgurdi. Bunun ichida masalan deylik, bir hammamiz yaqinda ko'rgan bir video bor. Buningda bir qarindishimizning nolisi ko'rsatilgan. Buni bir ko'rib chiqaylik. Bu bugun nima muntazam bir tayyorlik qilmadim. O'zim bilgan shaklda erkin usulda
qarindoshlar bilan suhbatlashishman. Shunga texniklik jihatda o kadar mükemmel bo'lmasa ham mumkin. Xotin bolalarım aç kaldı. Aç kaldım. Aç kaldım. Aç kaldım. Xotin bolalarım aç kaldı. Tatça. Tata. Kıpırayma. Üzerine ütürepireyim de. Üzerine ütürepireyim. Ütürepireyim. Aç kaldım. Sazayı aç kaldım. 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 Yigidek nima qildi? Kishi aç kaldı. Kishi aç kaldı. Kishi aç kaldı. Ha? Aç kaldım. Aç kaldım. Aç kaldım. Aç kaldım. Aç kaldım. Ben de prema. Kuzgun tokmasın lan. Senin yaydığa eminim. 任然，这个叔叔，我不知道从43号楼出来还是40几号楼出来的，叫不回去。 Kes nima yeydi? Binoni g'ajoyimdi. Birinci videodaki qarindoshimizning holi qaranglar, yosh bolaki, bolasi vaki, ayoli vaki uyda osh qilib, daraxtlarga, yerlarga usib, o'zini o'ttirib olgandek darajaga yetibdi. Ochliqdan. Bechora ota balkim o'zi emas, oldindan ayoli bolasini o'ylagan bo'lishi mumkin. Ya'ni normal ochliq bo'lsa bu qadar darajaga yetmaydi. Ya'ni eng az necha kun och qolgan gap bo'lar. Şuna canlı alqanға əp qoyub, sırtı etilib çıxıb, bularını tosuvatqan Xitayның çomakçılarına ərz qılıb atıdı. Senin qoşqun toq, şunda mı? Mən aç qaldım, balam aç qaldı, ayalım aç qaldı, ailem aç qaldı deyə atıdı. Bu vətəndən çıxan videoluq uçuruq qarindoshlar. Vətəndən hazır video çıxırışına ait tərs bir iş. Ahvalının ciddiligidan, ahvalının ağırlığından bəziləri şundaq canını alqanı əp qoyub durub bizga uçur yetkazıtıdı, dunyoga uçur yetkazıtıdı. Yani bu yerdə ahval hakikaten bəkmi ağır. Endi bu iqtisadi ahval yaxşılanish tarafga mangdimi deganda bu koronavirus hazır tarqalish mezgilida bularning deyishida bir burilish bosqichi bo'ladi ekan, ya'ni bu ko'payib bir sonda turaqlashib, andan keyin asta kamayib borar ekan bu son, yuqumlangan o'lganlarning soni. Andan keyin oxirida bara ba'zilarning deyishida havoning isishiga ergishib bu nima tügüş mümkün bu virüsün tarqalishi degan gaplar bor. Ammo hozir Xitoyning o'zining amaldorlari e'tirof qilganida bu palla yetkini yo'q. Bunda holatda virus yana keng ko'lamda tarqalyotdi degan gap. Mushtaq holatda bu iqtisodiy ahvol yaxshilanib, xalq burunqidek normal do'konlarga kirib yemek-içmek setib olgandek holat qachon barliq keladi, uni Alloh o'zi biladi. Ammo bundan boshqa endi biz bekarroq ko'ngil bo'lishga tegishli masala meningcha bu virus zot qandoq paydo bo'ldi? Haqiqatan Xitoylarning shaparan yeyishidan paydo bo'ldimi va yoki ba'zi xalqarodagi mutaxassislar hozir ilmiy maqola yozib isbotlab chiqayotgandek bu Xitoylar yasab chiqqan virusmi? Agar Xitoylar yasab chiqqan virus bo'lsa, buni nima maqsadda yasab chiqqan? Bu haqda oldi bilan bir maqola, bir xabar ko'rib o'tamiz. Hammamiz bilamiz, hamda Xitoy shu yaqinning yog'i dunyo miqyosida qattiq g'ulg'ul qo'zg'algan ahvoldami parvo qilmay turib Uyg'urlarni keng ko'lamli lagerlarga solib qirayotgan ahvolda Xitoy tarafda eng yaqin do'sti bo'lib turayotgan davlatlardan masalan Koreya, Shimoliy Koreya deymiz, Rossiya deymiz, Iron deymiz, Pokiston deymiz, shundoq davlatlar va ba'zi musulmon davlatlar Xitoy tarafda turib keldi. Hatta Uyg'urni qirishini to'g'ri
yaxshi qildi deb maqtab keldi. Ammo bu virusga kelganda bu do'stini tanimadi ular. Yuzsizlik qildi. Qandoq deganda, masalan, Rossiya oldi bilan chegarasini yetib oldi Xitoyga. Hech qanday Xitoyni kirgizmadi. Undan boshqa Koreya, Shimoliy Koreya masalan Xitoyga tayanib yashaydigan davlat. Shimoliy Koreyaniki yemak-ichmagidan tortib, hatto shu issiqlik ta'minlash nimalaridan tortib hammasini Xitoydan kirgizdi ekan. Oshular jinida birinchi bo'lib chegarani yetib oldi. Xitoy bilan bo'lgan chegarasini itib ketdi. Endi bu koronavirusniki hozir Xitoy deb inkor qilayotgan bir masala nima deganda, Xitoyniki bu virusi Xitoy o'zlari maqsadlik irqiy qirg'inchilik qilish uchun yasab chiqqan virus, ya'ni Wuhandagi P4 degan tajribaxonadan tarqab chiqqan virus degan xalqarodagi bir farazlarga va ilmiy maqolalarga jon-jakli bilan qarshi turib uni rad qilayotgan holatda bunun ispatı, bunu ispatlaydigan ovoz yanıla o'zlarining yaqin do'sti bo'lgan Rossiyadan keldi. Ya'ni Rossiyaning hukumat tarafidan keldi. Rossiyaning Sahiyya ministrligidan keldi. Bu qanday ahvol? Buni bir qarab chiqamiz. Buningda bir xabar o'qidim tunugun. Bu xabarning mavzusi Rossiya hukumat taraf shuni isbotladiki, Wuhandagi virus sun'iy yasab chiqilgan degan temadagi xabar ekan bu. Bu xabarda deyilishicha, Wuhandagi virus Wuhandagi P4 tajribaxonasidan tarqalgan. Bu Xitoylarniki biologiyalik urush plani haqidagi xabarlar uzilmay tarqalgandan buyon har qaysi davlatlarniki mutaxassislari bu Xitoylarniki SARS virusi bilan AIDS virusiniki birikmisi shaklida bir virus yasab chiqqanligi haqidagi gumonini SARS virusini tadqiq qilgandan keyin asta-asta o'tirib qo'yishga boshlagan. Buningda Amerikaniki shu biologiyalik gen tadqiqoti bilan shug'ullanadigan mutaxassis James Lyon Swiler degan odam yaqinda bir maqola yozib, buningda shu Xitoylarniki shu bu xatarlik viruslarning bir gen tertibi bo'ladi-ki, gen gruppasi tertibi. Shu gen gruppasi tertibini o'zgartirib, SARS virusiga nimaniki, AIDSniki virusini, HIV virusini qo'shib sun'iy yasab chiqqan ekanligini, bundoq viruslarniki hayvonlarning tinida bo'lishining mumkin emasligini isbotlab chiqqan. Bundan da Xitoylar albatta jon-jakli bilan qarshi chiqqan bu ko'z qarashga ham xato degan. Ammo birinchi ayning 29-kuni Rossiyaniki Sahiyya ministrligi bir 51 betlik maqola e'lon qilgan bo'lib, bu maqolaga Rossiyaning Sahiyya ministri imzo qo'ygan. Buningda Rossiya taraf bu virusninki qandaqdir nimadan kelgan emas, shaparangdan kelgan emas, balki 70% SARS virusi bilan 30% boshqa virus, masalan AIDS virusiga o'xshash viruslarning birikmasini qo'shib sun'iy holda ishlab chiqarilgan ekanligini oshkora e'lon qilgan. Ya'ni Rossiya hukumat taraf bu maqolani Rossiyaniki hukumatning to'rbetida e'lon qilgan. Demakki, o'ylab bakinglar qarindoshlar, bu Rossiya Xitoyning eng yaqin do'sti.
Ama pen texnikaga kelganda ham o'ziga mu tahdid bo'layotgan virusga kelganda Xitoy bilan bo'lgan do'stligini qayirib qo'yib turib rostni so'zlagan. Hem Xitoyniki bu yaqin do'stiniki ko'rsatgan isbotini inkor qila olishimi menimcha notayin. Bu maqolada yozilganda biz Amerikalik tadqiqotchiniki isboti, anatki tövbede bir Hindistonlik tadqiqotchining isboti bor. Oxirida Rossiya hukumat tarafniki, Rossiya Sahiyya ministrliginiki e'lon qilgan isbotida bu virusniki sun'iy yasab chiqilganligi ispatlangan. Ondaqda bu virus şu kadar xatarlik virus ekanki, yani SARS degan virus taqıgan çağdımı bu kadar vahima keltirib chiqolmagan, o kadar ko'p odam o'lmagan. Statistikalarga qaraganda SARS taqalgan chaqda 800 dan ortiq odam o'lganki. Hozirgacha ben qarab chiqayli, bu koronavirusi tarqalib qanchalik odam o'ldi? Bu bugungi xabar. Bugungi xabarda bugun tushdan keyin e'lon qilingan statistika bu. Xalqaro Sahiyya tashkilotiniki e'lon qilgan statistikada bu koronavirus bilan yuqumlanganlarning soni dunyo bo'yicha 77.977. Yani bugün tushdan keyingi. Bugün shanba kuni tushdan keyinga qadar 77.977 adam yuqumlangan koronavirusida. O'lgan odamning soni 2362 bo'lgan. Albatta buningda agar Xitoy bu sonni yo'shirmagan bo'lsa, ya'ni o'lganlarning sonini yo'shirmagan bo'lsa, bu son balkim bundan 10 essa, hatta 100 essa ortiq bo'lishi mumkin. Recovered deydi, bu yerda saqayganlarning soni 21314. Buningda mutlaq ko'p qismi Xitoyda bo'lg'achqa ishonchsiz bir son bu. Buningda endi davlatlarning tarqalish ahvoli qanday deganda, Xitoyda yuqumlanganlar 76 mingdan ortiq ekan. O'lganlarning soni 2345 ga. Buningda saqaydi deganlar 21 mingdan ortiq ekanda Xitoyda. Bu Xitoyning yolg'on statistikasi bu. O'nga ko'paytirib sanlar xatalashmaysizlar bu sonlarni. Onundan başka Diamond Princess degan bir yo'g'on cho'ng tipdagi bir sayohat kemisi, paraxoti şu Yaponiyaniki dengiz bo'yida to'xtatilgandan keyin bir qism davlatlar o'z grajdanlarini olib ketdi. Shu paraxotda 3 mingdan ortiq odam bor ekan. Shu paraxotning o'zida dastlab bayqalgan 2 odam, shu 2 odamdan köpüyüp hazır 634 yetken. Yani şu kadar dehşetlik bunun tarqalish ahvoli bu virusning ki. Bu Diamond Princess yani Bilyard Hanish markalık sayohat paraxotida yuqumlanganlarning soni 634, o'lgan odam 2. Yani paraxotda 2 odam o'lgan. Endi saqayganlar soni 17 ga. Onundan qalsa Janubiy Koreya. Yuqumlangan soni 433. Bunun içinde dikkat qilsanglar, bugun bir kunda ko'paygan yuqumlanganlar soni 224. Bu bir qo'rqinchli son. Ya'ni mushu son sabablik Janubiy Koreya jiddiy holatga o'tdi bugun. Janubiy Koreyada yuqumlangan soni 433, bugun bir kunda oshgan odam soni, yuqumlanganlar soni 224. O'lgan odam 2. Saqayganlar soni 18 ga. Yaponiyada yuqumlanganlar soni 133. O'lgan odam 1. Singapurda yuqumlanganlar 89. Hong Kongda 70, İtaliyada 56. Bu yerda endi bir diqqat qiladigan narsa, Italiyada bugun bir kunda biroqla 35 odam bayqalgan. Bu kasalni yurgan, virusni yuqtirib olgan odam soni bugun bir kunda 35 odam oshgan.
ve 2 adam ölgen. Onun bilen bütün İtaliya vahimede kaldı. Onun da kalsa Tayland'da jukumlanganlar sani 35, Amerika'da 35, İran Xitayning poqini yeb kelayotgan, Xitayning yalaqchi davlati dastlab qo'qab chegarasini itib olgandi. Keyin Xitayning besim bilan voy biz bilan Xitoy andaq apoq-chapoq deb chegarasini ochgandi, mana ochganingga to'yda bir hafta juqumlanishga boshladi ular, odam soni shiddat bilan ishga boshladi. Bugun bir kundala 10 odam bayqalgan. Bu virus bilan juqumlangan 10 odam bayqalgan. Toplam juqumlangan soni İran'da 28, hem ölgen adam 5. Yani İran'da gerçi juqumlangan soni başqa davlatlarga qaraganda 10 kadar ko'p bo'lsa-mu, ama ölgenlerning soni 5. Yani bu virus İranlıqlarni bekrak tanıydigan o'xshaydi. Bundan başqa Tayvanda juqumlanganlar soni 26, Malayziya 22, Avstraliya 21, Germaniyada 16, Vietnamda 16, Arap Birleşme Halifaligi, yani Araplarga taqalgan bu. Arap Birleşme Halifaligida 13, Fransiyada 12. Bunu da Fransiyada 12 adam juqumlangan, hem bir adam ölgen. Bu ölgeni bir Xitayga anlasak. Macau yani Almanya'da 10 adam, Kanada'da 9, Angliya'da 9, Filipin'de 3, ve Filipin'de bir adam ölgen. Endi Hindistan'a kelsak, Hindistan bekrak qiziqtirib Xitoylarni, çünkü Hindistan'da 3 adam juqumlangan. O'zinglar bilasizlar, Hindistondagi odamning zichligi Xitoydan yuqori. Ular gerçi umum adam soni jihatda dunyo uchun ikkinchi o'rin tursa-mu, odam sonining zichligi, ularning tuprog'i kichik bo'lg'achqa Xitoynikidan zich. Ama Hindistan'da 3 adam juqumlangan, ama 3 yilisi saqaytilgan. Bunun bilan Xitoylar arasida g'ulg'ul qo'zg'algan. Qanday desanglar, insonlarda bo'lsa, bir vaqtlarda SARS taqalganda, bu SARS virusi Xitoyga juqqan, Uyg'urlarga faqatli juqmagandi. Shundan bilan Xitoylar nima dedi? Bu Uyg'urlar nimasi juqmaydi, nimasi bizga juqdi. Bular shu qo'y go'shti yegashga juqmaydigan o'xshaydi degan bilan cho'shqisini tashlab hammasi qo'yga hujum qilgandi. Qo'yning nasli qurib ketgan. Qo'yning bahası vahshiy o'sib ketgan. Endi bu qatim Hindistonda 3 adam juqumlanibdi. Ham 3 yil saqaygandan keyin bu Hindistonliklar nemish o'lmaydi. Ham nemish ko'paymaydi Hindistonda. Bularniki cho'qim yemek ichmagida bir sabab bor. Bular gali deydiki, bir xil tam kirgizgich bor. Tamoq ichishmagan, sog'ish bir narsa tam kirgizadigan. Oshini yegashga bularga juqmaydigan o'xshaydi deb Xitoylar hozir o'ylab beribdi. Shu gali degan birini tonnalab olib yediki. Ondan başqa Rossiyada hozir bugun Xitoy virusini yasab chiqqanligini isbotlagan Rossiyada 2 kishi juqumlangan, İspaniyada 2, Belgiyada 1, Kambodjada 1, Misrda 1, Afrikada tunjuda bayqalgan davlat Misrda 1, Xitoyni quchoqlagan Qo'toy, Finlandiyada 1, İsrailiyada 1, Lebanonda 1, Nepalda 1, Sri Lankada 1 ve Şvetsiyada 1. Yani toplam juqumlanganlarning soni bu hukumatniki statistika, hukumatning deganimda Xitoyning asoslab ko'z tutildi. Bu endi yolg'on statistika, ishonchsiz. Aminisan bundan jiqasi ko'p. Xitoylar o'zlari davotidi. Oqiga 1-0 ya 2-0 qo'shib etsan ishinima deb. Yani hukumat tarafından statistika qaraganda umum juqumlanganlar 77.900, yani 78.000 ga yaqin. Ölgenler soni 2362 bo'lib, bu SARS virus o'tgan 800 necha odamdan hozirlar 3 yilsa oshgan. Demak ki bu virus şu kadar xatarlik virus.
Hem bu virüsün eğer Xitay yasap çıkanlığı abaya degandek ispatlangan bolsa, bu Xitaylar bu virüsünü, bu biyologiyalik Kur'an'ı nemege yasadi? Hem bu yerde meniki vatanda vaqtimda ko'p qatim diqqatimni qo'zg'agan ishlar esimga kelyapti. Qaysi ishlar desanglar, biz Uyg'urlar orasida janubda g'ayriy kasallar tarqalgan bir mezgil. A tipliq, B tipliq, g'ayriy tipliq, jigar yallig'i degandek, o'pka yallig'i degandek bir g'ayriy kasallar tarqalgan. G'ayriy yeri shuki, bu kasallar Uyg'urlarda tarqalgan. Xitaylarda hiç ko'rilmagan. Endi bu shu Wuhandagi P4 tajribaxonasidan bu virus qochib chiqqandan keyin menimcha u maqsadli tarqatgan emasdi u Wuhanda. Tajriba qilish jarayonida Xitoylarning matbuotlariga qaraganda Wuhandagi shu P4 tajribaxonasi deki odamlarniki ahvolini bular tekshirish yapmagan Xitoy medialar tekshirish yapmaganda Xuan familiyalik bir Xitoy yo'qolib ketgan. Bu tajribaxonada ishlagan, ismi jismi bor, Xuan familiyalik bir Xitoy yo'qolib ketgan. Hozirgacha bu P4 tajribaxonasini inkor qilyapti, bizning tarqaldi deganni inkor qilyapti. Ama bu Xuan familiyalik yo'qolib ketgan Xitoy haqida hech bir uchuv belgisi yo'q. Hem Xitoylar virus tarqalganda 4-chi nomerliq, ya'ni bu tunji qatam bu virusni tarqatuvchi kim o deganni tepib chiqqanda ilgarigi chaqladi. Bu qatam bu odamni topolmayapti. Bu odamni topolmasligi onun qo'shilib bu P4 tajribaxonasidagi Xuan familiyalik Xitoyniki intensiz yo'qolib ketishi bu bir tasodifiylikmi? Shunda faraz qilishga bo'ladiki, bu Xitoylar bu virusni biologiyalik qurol sifatida qo'llanish uchun yasab chiqargan, ya'ni Xitoyni siydirayotgan SARS virusiga uni kuchlantirish uchun AIDS virusini qo'shib genninki gruppa tartibini o'zgartirayotganligini olimlar isbotlab chiqdi. Buni insonlarning yasab chiqqanligi, sun'iy yasab chiqqanligini bayqadi, isbotladi. Buni yasashga maqsadi nihoyat aniq qarindoshlar. Irqiy qirg'inchilik qilish uchun yasab chiqqan biologiyalik qurol. Qaysi kuni Amerikadagi bir o'sha yaqinda Amerikadagi bir matbuotning muxbiri Xitoyniki Amerikada turishliq bosh elchisini ziyorat qilganda bu virusniki sun'iy yasab chiqilganligini so'raganda u Xitoy inkor qilmagan. Ya'ni undaq emas deyolmagan. Nimishqa? Bay degandek isbotlar keyin-keyindan chiqyotdi. Demakki, Xitoyning buni yasab chiqqanligi aniq. Undaqda bu Xitoyning bu biologiyalik qurolni yasab chiqishi bilan bizning vatanda keng ko'lamlik lager qurib Uyg'urlarni yo'qotishga jiddiy otlanishini agar bog'lab tahlil qilsak, bir vahimalik ko'rinish ko'z oldimizga keldi qarindoshlar. Bir qo'rqinish ko'z oldimizga keldi. Ama şu virus tarqalgandan keyin bizningki chet eldagi bu atalmış da'vo sepini uzundan deb qolamiz. Xitoy monopol qilib olgan. Xitoyning lolmillari egallab oldi bu sahnani. Ham millatimizning beshini qaymoq turib qolyotdi. Bu Xitoylar guldir jaqilgandan keyin oldi bilan yana biz Uyg'urlardan g'ayriy sadolar chiqdi qarindoshlar. Qanday g'ayriy sado deganda u o'lgan Xitoylar ular ish og'ritish kerak. Ular inson tursa. Ularni o'ldi deb qo'shilsak bo'lmaydi. Ular inson, ularni Xitoy kommunistlarini ayirib qarash kerak degan ba'zi maymoqlarga
uyda oturup içip şu kalgan, şapıtan bu ekranını içip, anca-munca bir ekranga görünüp, özünün mevcutluğunu ispatlaşqa tırışılgan ve gayri maymakla, Uyghur halkının aldıda, aşında gayri bir gep sözlerini kılıp, az bulmagan til işitip oldu. Yani Xitay insanmış, Xitay rahimdilmiş, Xitay asli yaxşıymış, eskiler kuvvetkalları Xitay hükümetimiş, komünistlarmış. Bu vaqtda Xitaylarniki şu lagerlar meselesiga bo'lgan ko'z qarshi qarsaqlar Xitayning qanday millat ekanligini aniq ko'rib olamiz qarindoshlar. Lager meselesida kesib aytishga bo'ladiki, Xitay xalqining %95%i chavoq chaladi. Hatta 99%i chavoq chaladi. Agar mush qatimqi fursatda Xitoy hukumati niyatini buzib Uyg'urni yo'q qilishga atlandi ekan, Xitoy hukumati askarni, saqchisini, virusini, nimasini qo'llanib butun Uyg'urni, butun qozoqni yo'q qilib tavsa, butun Xitoy xalqi chavoq chaladi. Ishonsanglar. Bu reallik. Mushtaq holatda yana qandaqdir Xitoydan rahim kütüş, Xitaydan insof kütüş bir döt ahmaq adamның işi. Bu bir Uyg'urning qilgan ishi emas. Chet elliklar jinida Xitoyningki vahshiyligini ko'rib bayron qilyapti. Bu qanday insonlar, ular insonmi nima deb bayron qilayotgan holatda bizning oramizdan bunday g'ayriy sadolarning chiqishi tasadduqiy ahvol emas qarindoshlar. Bu maqsadli chiqayotgan g'ayriy ovozlar. Mushtaq holatda kallimiz, bağlarımız sergek turuşumuz gerek. Yani milletimiz hakikaten bir nihayeti korkunçluk, bir akıbetinin, bir takdirinin aldıda turdu qarindoshlar. 3 milyon lagerdagilarni qanday qilamidik? Amerika küçük verip kaldı. Xitay yani biz takip edip to'xtab yağın gaplarla to'xtatdi. Amerikadagi qonun loyiha ishimi besiqib qoldi. 9 yilning oldida besiqib turib o'tganlar, anlasam, yaqinda yana dingoslab harakatga kelibdimish. Hech bo'lmaganda shu qonunniki asosliq moddalarini o'zgartirib o'tish. Ya'ni Uyg'urga en faydalı bo'ladigan yerdan o'zgartirishga harakat qilib o'tibdimish. Onunga qo'shilib mana Xitoyga ish og'irtishni tashabbus qildigan, yana Xitoy bilan birga yashashni tashabbus qildiganlar yana jiddiy harakatga. Endi mana necha vaqtdan azroqla bir ish bo'lsa Dumbaqçılıp, nağırçılıp, oturdaki meydanını egellep, alcoqı, toğlavatqanlar yok, avaz yok. Bir xotin kishi oldini to'sib, og'zingni uzun deganga palaqda yig'ir eshakdek yetib olib, meni o'ttirman dedi, qutqizinglar deydigan eshaklarmi yo'q. Boshqa nima deymiz, deb ilmiy maqola yozib yoki videoni ichibla Facebook, WhatsApplarda uzundan uzun nazariya so'zlaydiganlarmi yo'q. Endi bu davaniki ahvol mushu qarindoshlar. Bizning da'vo sepi o'ldi, mening nazarimda o'ldi. Hozir o'tirni egallab olganlar o'sha Abaqanandek Xitoyning kontrolligidagi Xitoyning plani bo'yicha ish qilayotganlar. Agar bularni og'zi qarab o'tirsanglar, hech nima chiqmaydi, hech nima chiqmaydi. Endi mana vijdonliq deganlar, haqiqiy millat suyar, vatan suyar deganlarning ahvolini ko'rdik. Og'izdagi gap so'ziga qarasak, haqiqatan vijdon bilan so'zlayotgandek, vatan millat suyadigandak ko'rdingani bilan bular undan qo'ldan ish kelmaydi ekan. Buraya kelgandan keyin bular shu shaxsiy ziddiyat bilan yaq siqishib, bir-birining yaqasini siqishib,
janjallashishdan boshqani bilmaydi ki. Tashkillash kuchi nihoyatda ojizga bularniki. Tashkillanish iqtidori bek ojizga. Shunga bulardan umid kutib bo'lmaydigan o'xshaydi. Men shaxsan da'vo sepidikilardan cho'ng umid kutmaydigan, ham hatto umid hech kutmaydigan holatda. Shunga hamda agar qarindoshlarimizni hammamiz ko'rib turamiz, hammasi put ko'ygan to'qidek o'ttirmay qolyotdi. Millatimiz qirilib ketyotdi. Qanday qilamiz, nima qilsak bo'ladi? Qanday qilsak bo'ladi, qarindoshlar? Isyon ko'tarilgan kelyapti hozir. Uyg'urniki hozirgi chet eldagi ahvoliga qarasa, odamning yig'lag'isi keladi. Agar vatandagi qarindoshlarimiz mush Uyg'urlarning mush holini ko'rsa, ko'z yumib o'lishi mumkin. Chunki ular qanday qilmoqsin, azroq umid bilan yashaydi. Bizning nurg'un qarindoshlarimiz bor chet elda, bizning ovozimizni yetkazyapti, dardimizni oltyapti, ashlar yordam qildi bizga deydi. Ammo chet eldagi bu Uyg'urlarning ahvolini ko'rsa, darhol o'lishi mumkin bizning qarindoshlarimiz. Biz shu qadar nachar ahvolda. Bu yerda ama lagerlarda hozirgacha 3 milliondan ortiq qarindoshimiz bor deymiz. Bu yerda bir xatarlik bir xabar tarqalyapti qarindoshlar. Bu nima xabar deganda buni bir ko'rib chiqayli. Bugungi bir xabarda mundaq bir xabar o'qidim men. Xitoycha mediada yozilgan xabarga, bu mediada yozilganda Xitoydagi turmalarda bu koronavirusi, Xitoy virusi keng ko'lamda tarqashga boshlabdi. Ya'ni bugungi tunji xabarida 500 dan ortiq turmadagi 500 dan ortiq Xitoyga bular yozganda Xitoy yuqumlangan bu virusdan deb yozibdi. Bu turmalar bir necha turmaning ismini tilg'abdi. Masalan, Wuhandagi ayollar turmasi, Shandongdagi Renchang turmasi, Hubeydagi Shayang turmasi, Zhejiangdagi Shilifeng turmasi degandek. Bir necha turmaniki ismini tilg'abdi. Endi bu xabarlarni Xitoylar nima maqsadda tarqatdi? Xitoyda virus tarqalganligi to'g'riliq xabar kunda bor, ammo turmada tarqalganligi to'g'riliq xabarni nima maqsadda tarqatdi bular? O'ylab boqaylik qarindoshlar, bizning lagerlarda 3 milliondan ortiq qarindoshimiz bor. Xitoylar bu virus lagerlarga tarqaldi degan xabar tarqatishning tayyorligini qilyapti qanday? Agar shu kunda bir burda non bilan ozroq sovuq suv ichib yashayotgan qarindoshlarimiz yashayotgan shu lagerlarga bu Xitoyning virus tarqalib qolsa qanday oqibat kelib chiqishi mumkin qarindoshlar? Bu Xitoylar bu turmalarda tarqalganligi bu virusning xabarini vaqoga bermi demoqchi. Bunun aldığımı bazı xabarlar kelgan bizga. Bazı uyda o'tirib olib, kunda Xitoy bilan telefonlashib, Xitoydan kelgan yangi uchur, vatandan kelgan uchur deb xabar tarqatgan bazı atalmış olimlarimiz bizga yetkazgan uchurlarda Qashqardagi Payzvat dedimi, nerede bir yerda shu lagerdagilarga yo'qmi yoki bir noyadimi aytavur. 10 kungacha yemeklik tarqatilmagan degan bir xabar tarqalgandi. O'ylab boqinglar, boya men programmaning 5 deganimdek, mening tuqqanlarim Urumchida yashayotgan tuqqanlarim 2 kun ichida binodan tushishga ruxsat qilinib, 2 soat o'chirib turib, qo'lga tekkini 2 tal baranga bunda holatda Xitoy lagerdagilar oshqan musu bo'ladi, avval shularni o'yladi deb, 2 tal barangining bir talni olib qilib lagerga olib beraman. Shunga boya gapning beshida dedim qarindoshlarim, bizniki Uyg'urlarning jini hozir qil ustida turyapti. Lagerlarga agar ochliq berilmasa, ochliq tarqatilmasa,
Onu akıtın demey. Öylerde solangan kayındaşlarımız bu yerda yana bir nimeler bak ya, bu kayındaşlarımız belki köyde. Şundaqtı bu bir köz tutup öteydi yana. İşiklerge öyden çıkmağın, rahmet sizge aram eylem degen bir nimelerni, xat yazılgan kağızlarni, peçetlerini çaplap öyden peçetle bitipti. Bunun da eğer o öyni o kağızını peçetlep etkenden keyin o öyden çıksak, kim çıksa o kağız jitildi. Jitilgandan keyin bularniki öyden çıkkanlığı bilinip şunun bilen tügümez balağa kalgan gepti. Xitayning cezalary qandaq bunu obdan bilimiz qarindaşlar. Bu çaplagan näsir qandaq nimelerke degende bunun da köp çıkaylı mana. Semyada delamınız dar, bu Kazakça yazgın eken Uygurçusu var buniki. Öyle aram elen salamet bulun da işini peçet edip de ködünlama qarindaşlar. Şundaqla işini açtı degen gap, bu peçet jitiludu degen gap, şunun bilen bu öydikilerninki sırtqı çıqqanlığı isbatlanıp, bu öydikilerni ya şu söylegen peti ektidu, yoki şu yerda bir muqim ötishi mumkin. Xitoy hazır şu kadar vahşi. Yani Xitoylar Uyg'urlarimizni butunlay kontrolluqqa olib bo'ldi. Hem men ishonamanki Xitoyda insof degan narsa yo'q, insonlik degan narsa yo'q. Shunga Xitoy hozir xohlig'ini qila oladi. Shunga bu gapni deyishimdagi maqsad qarindoshlar. Ahvol nihoyatda jiddiy. Vaziyat nihoyatda og'ir. Bunday ahvolda yanıla eliqindek dumboqchilarga bu yilda nag'ma navojili usul o'ynaymiz, naqsh aytamiz deb 2020 yilda nag'ma navojili deb e'lon qilgan atalmish liderlarga va yoki o'tgan yili 4 yulduzliq otelde dağdığulu 40-50 ming dollar pul xərclab bir 100 adamni yığın içib Şərq Türkistanlar birligi, ittifaqlaşdı, quchoqlashdi deb yığın içib onunki nəticəsini aşındaq 4 yulduzluq otelniki hatta 5 yulduzmu aytavur. Yo'q, nashamatlik zalda açarlığanlığı, Uyg'urlarning bunchalik yüzünün bo'lish kerakligini e'lon qilib jakalab kelajili, yani bu yil mümkün bo'lsa bu yig'inni Xonsarayda tarixda o'tgan Osman imperiyasiniki Xonsarayda o'tkazish orqali Uyg'urning naqadar esilzod ekanligini isbotlashga tirishayotgan jumaloq top, rezingi toplar, ashunga o'xshash Abgalini liderimiz mushular yetaklaydi, bizni bir ish qiladi deb qarab o'tsaq qarindoshlar. Bu dunyomi, u dunyomi qor yuzib ketamiz. Ne cennet bizge. Do'zaxning eshigi dağdan uchuq bizge. Agar o'zligimizdan harakat qilib bir ish qilmasak, ya'ni yuqoridek tetiqsizlardan umid kutib o'tsaq, haliqi cho'ng xatarning oldini og'il bo'lmaydi vatandagi qarindoshlar. Shunga bugun bu programını işlashga maqsad bu virus to'g'risida qisqacha bir analiz qilish ham yangi uchurlarni ko'pchilikka yetkazish bo'ldi. Buningda hamda bu Xitoydagi bu virusning vahshiylik darajasi to'g'risida bir qancha videoni ko'rib chiqsak, Xitoydan shunday kunga qolgan ahvolda bizning millatimiz qaysi kunda qilish mumkin deganga javob topa olasizlar qarindoshlar.
Bundan şu Wuhan'daki, Xitoydagi virusniki qaysi darajada avj olganligi, ahvolning naqadar og'ir ekanligini tuvandagi bir qancha videodan ko'rib olasizlar qarindoshlar. Şu videolarni ko'rib, yuqoridagi analizlarni anglagandan keyin qarindoshlarimizniki jiddiy harakatga kelishini iltimos qilamiz. Bayqindek atalmış tetiksiz liderlarga qaraman qarindosh. Öz aldığınızda hareket kılın, vicdanınız bolsa. Güvendeki Mao nimin köy bakayla arkadaşlar. 各位业主，你看的是哪国的人？哪国的亲人呐？快点来认一下， İsip Uluvat'ta. 快点来认一下嘞！各位业主，你看的是哪国的人？哪国的亲人呐？快点来认一下， Oynayan Tordek'e İsip 快点来 Uluvat'ta. 认一下嘞！ Mao Xitay, candan toygan Xitay, uyudu solunup, taşağı çıkanmay, ahir ölümle tallap döküyorlar, dikkat kılmanlar. Mana Xitayga can tatlık qo'y, Xitayga hammadan can tatlık qo'y. Xitay bo'layotgan ahvollar mushlar. Qarindoshlar. Eslab o'ylagan Xitoyni ko'rdinglarmi? Binoning cho'qqisida. Ahvol Xitoyda mush qadar og'ir qarindoshlar. Bundaq ishgan bu o'lib qolayotgan, qirilib tugayotgan Xitoylar qandaqmi Uyg'urga rahim qilsin. Qandaqmi Uyg'urga yemek berish, tamoq berish, ularni qutqizib qilishni o'ylasin. Mümkünmü? Bu yerda yana bir shu Xitoyda o'layotgan Xitoylarniki ahvoli tarqalgan bir video bor ekan, buni ko'rib chiqamiz. Motorun sürati degandek yaxshi emas bugun. Video başqa yo'q qoldi. Qayta qolay. Bu bir Türkçe torbetide e'lon qilingan eski. Buningda Xitoylarniki ko'ch-ko'chlarda yetib o'lib ketgan Xitoylarniki nimiz ko'rsatilgan nimaki jasadlar yutildi. Allah Allah. Bu nima? Çıkan buluş gerek. Mao kompüter bize qetib oldu. Hay Allah. Ishqilib men bu kunda degidek bu nimani ko'rib turyapman. Bu balkim ko'rgan bo'lishinglar mumkin bu videoni. Aş ko'ch-ko'chlarda yetib ketgan Xitoylar. Balki qo'rqinchli qiliqi jasadlarni hozir yug'ishtirib oltirib bo'lishini bilmayman bular. Chunki mashina yetishmay o'tibdi. Aş ko'ch-ko'chlarga tizib qo'yibdi jasadlarni qatorasiga. Xitoyda ahvol shu qadar og'ir qarindoshlar. Hozir o'lgani
2700 deb e'lon qildik da, emniyatda eng az 20-30 ming, hatto ba'zida 50 ming Xitoylik deb e'lon qilganlarim bor. Ahvol shunday qarindoshlar. Bu holatda biz nima qilamiz deganga, qarindoshlarimizniki haliqi boyatilgan atalmış da'vogar, lider deganlardan umid kutmay qarindoshlar. Her birimiz qo'limizdan nima kelsa shuni qilishga tirishsak deyman. Chunki qarindoshlarimiz o'ylayotsa ayada qattiq bir xil vahima, bir xil qo'rqinchliq oqibat, bir xatar ostida turayotgan ahvol ostida shaxsan men hozir galvon bo'lib qoldim, saranib qoldim, nima qilishimni bilmayman. Ammo bir ishlarni qilishga tirishyapman. Masalan deylik, mush atrofimda o'zim biladigan nimalar, shu medialar, siyosiy yo'llar, masalan parlament a'zolari, hukumat a'zolari degandeklar bilan ko'rishib, bu Uyg'urlarningki hozirgi jiddiy ahvolini uqtirishga tirishyapman. Mümkün bo'lsa, shu hozir qo'ldan ish qiladigan qarindoshlar bir nechadan birlashib, yoki axborot vositalari bilan aloqalashish, hukumat bilan, parlament bilan, xalqaro organlar bilan aloqalashish degandek ishlarni qilmasak, bu hayotmi bizga ma'nisiz bo'lib qoldi haqiqatan. Bu bunday yashash, ya'ni millatimiz yo'qolish girdog'iga berib qolganda odamning gilidan non o'tmaydi ekan. Bizning bu atalmış da'vo sepida yana bir umid tug'ilib qolamdi, uni bilmayman. Shaxsan men umidimni uzdim bu ishga. Durust odam yo'q ya bu da'vo sepida. Ba'zi bir gaplar bo'lyapti, yaqinda shu barliq tashkilotlarni yig'ib birlikka keltirish degan gaplar bo'lyapti. Uning o'limi bo'lamdi, bo'lmamdi bilmayman. Haliqi nonqapalar, haliqi da'voning nenidan ayirib o'lib qolgan nonqapalar o nondan voz kechib bu yig'ilishga kelamni kelmabdi. Ammo u yig'ilishga mas'ul bo'lganlar o'z muddasiga yeta olmadi. Bu chiqib bir savol qo'yadigan, ishonchga javob berib bo'lmaydigan bir ish. Mushta ahvolda qarindoshlar, vijdoni bor erkaklar, vijdoni bor ayollarimiz, hammamiz vijdoni bor qarindoshlarimiz jiddiy harakatga kelmasak, o'zimizni qo'limizdan keladigan shaklda bir harakat qilmasak bo'lmaydigan holat kelib qoldi qarindoshlar. Bu vaqtda bundan keyin yangi uchurlar bo'lsa, shundoq muloyiza qilib turishga, ko'pchilikni xabarlantirishga tirishaman. Bugun programma mushagichi bo'lsa qarindoshlar, Alloh xolisa shu yangi xabarlar to'g'risida pat-pat uchrashib turamiz. Xayr. Allohga omonat. Mesih şu kadar sevindim verden, Mesih
çok güzelsin en güzel düşler gözüm bağrında gülmek en güzel ama ben seni şu kadar sevdim veren ben seni şu kadar sevdim veren bağrında gülmek en güzel ama ben seni şu kadar sevdim veren ben seni şu kadar sevdim veren Varga hayalime bu özlem Vatan asrın kirkinde Varga hayalime bu özlem Vatan asrın her taş ya ben seni şu kadar sevdim vatan ben seni şu kadar sevdim vatan Dıllara tut ya her taş ya ben seni şu kadar sevdim vatan ben seni şu kadar sevdim vatan Ben seni şu kadar sevdim bana Ben seni şu kadar sevdim